Assalomu alaykum. Bugun biz Iskandar ko'prigi haqida ma'lumot beramiz. Ba'zi bir mahalliy aholi tomonidan ushbu ko'prikni Aleksandr Makedonskiy qurgan deb hisoblashadi. Aslida ushbu ko'prikni Abdullaxon II tomonidan 16-asrda bunyod etilgan va otasi sharafiga Iskandar ko'prigi deb atalgan. Ayrim tadqiqotchilar ko'prikni nomidan kelib chiqib, ko'prik Aleksandr Makedonskiy davriga oid deya aytishadi. Aslida ko'prikda ishlatilgan g'ish, ko'prikning arksimon ko'rinishi Abdullaxon II davriga oid ekanligini isbotlaydi. Ko'prik asosan pishiq g'ish, albastr, qum va ohak bilan qo'shib sharqona uslubda qurilgan. Dastlab ushbu ko'prik Iskandar ko'prigi deb atalgan bo'lsa-da, keyinchalik xalq orasida Makedon ko'prigiga aylangan. Xalq orasida hozir ham Makedon ko'prigi deb aytiladi. Hatto shu atrofdagi qishloqning nomi ham shu nom bilan ataladi. Yevropada Aleksandr ismi keng tarqalgan, musulmon olamida Aleksandrni Iskandar deb talqin qilinadi. Shundan bo'lsa kerak, ushbu ko'prikni Aleksandr Makedonskiy nomi bilan bog'lashadi. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan ushbu ko'prik Bandixon soyiga qo'yilgan band deya hisoblashgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, ushbu inshoot Denov bilan Termiz yo'nalishini bog'lovchi muhim strategik ko'prik vazifasini bajargan. Ko'prik asosan o'tmishda savdo-sotiq aloqalarini yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etgan. Makedon ko'prigi Surxondaryo viloyatining muhim tarixiy obidalaridan biri hisoblanadi. Uni asrab-avaylash, kelajak avlodga yetkazish barchamizning birdek vazifamizdir.